Skidka deysizlar, mana sizga skidka. Bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin. Har bitta darvozamizni tan narxidan 2 million so'mdan skidka. Sifatli darvozalarimiz 400 ming so'm, 450 ming so'mdan hech kim qilib bermaydi do'stlar. Darvoza tanlashda adashmanglar. Xizmat qiladiganlari 600 ming so'mdan boshlanib ketaveradi. Vodiyda arzon deysizlar, vodiyda narxini arzon qilib beramiz. Vodiyda 3 million so'm sotilayotgan kachillarni Samarqandda 2 million 500 ming so'mdan qilindi. 2026-yilda trendda chiqadigan darvozamiz ruchnoy qilinyapti, 2 qavatli shumkali variantda. Xo'p, mana aziz obunachilarim, videorolikni boshladik. Darvozalarimiz turishini qaranglar, qanday chiroyli turibdi. Qobuljon akamiz darvozalari hozir sizlarga aksiyada chiroyli narxlarda qilib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Qobuljon aka, nima yangiliklar darvoza temasida? Narxlar ko'tarilmadimi? Aka, narxlarni zo'r sindiramiz. Xudo xolasa boshlaylikmi? Boshladik. Hop, xudo xolasa mana aksiyaga qo'yilgan darvozalarimiz sizni obunachilaringizga aka. 350 ga 380 darvozamizda aka 8 million 600 ming so'm bo'ladi. Asl narxi. 2 million so'mdan so'm skidka bo'ladi. Xo'p, 6 million 600 ming so'm bo'lyapti aka. 2 million so'mdan skidkami? Ha, siz obunachilaringizga razmer tushsa bo'ldi. Dastlabki uстановka zamboglari hammasi ichida bo'ladi. Gap yo'q. 6 million 600 ming so'm. Nechta darvozani skidka qo'yamiz aka? Aka, shu yerda turgan 3 ta darvozani skidka qo'yib beraman sizga. Bitta, ikkita bo'lmaydi, 3 tani qo'yib beraman. 3 ta darvozani naqd har bir donasidan chiqqan narxidan, tayyor bo'lish narxidan 2 million so'm skidka do'stlar. Mazza qilib qolinglar. Qobuljon akam nomerlar, telefon qilinglar, bemalol kelinglar. Manzilda ham aytib o'tamiz. Do'stlar, mana manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarxon tumani, Arabxona mahallasi, Arabxona degan territoriyada bizda do'stlar bemalol kelaverasizlar. Shunaqami, to'g'ri aytdimmi? To'g'ri aytdingiz. Yana qaytarib o'tamiz aka. 350 ga 380 darvozamiz. Razmeriga tushgan odamga. Keyingi darvozamiz aka 3 metrga 350 razmerda bo'lgan. 3 metrga 350 razmerda bo'lgan. Asl narxi 7 million so'm chiqadi bu darvoza. Mana shuni. Ha, 7 million so'm chiqadi. Kvadratga tushsangiz 7 million so'm chiqadi. Materiallar, taglar, shivillar, yondorilari profil 1,5 stena. Listlari 1.3, profillari 1.2 da bo'lgan aka. Hamma darvozani, shtampovkalar. Bu darvozaga ham 2 million so'm skidka aka, 5 million so'm bo'ladi. 5 million so'mga hozir dastavka, uстановka, zamoka ham ichida. Hammasi ichida bo'ladi aka. Gap yo'q edi do'stlar. Trevadnon bo'lib ketdi. 5 million so'mga uyingizga olib borib beradi. 5 million so'mdan ichiga zamokchasi ham, zubr zamoklar bo'ladi va uстановkasi ham bo'ladi. Gap yo'q. Qaytarib o'tamiz aka. 3 metrga 350 razmerda. Keyingi darvozamiz aka. Bu ham shtampovka darvozamiz aka. 360 ga 350 razmerdagisi. 360, 350. Bu darvozamiz aka 8 million 300 ming so'm chiqadi asl narxi. Obunachilaringizga 6 million 300 ming so'm bo'ladimi skidkada? 6 million so'm qo'raylik mana shuni. Joningiz sog' bo'lsin, 6 million aka. Do'stlar, 8 million 300 ming so'mlik darvozani 2 million 300 ming o'tib beryaptilar do'stlar. Like bosishga arziydimi? Mana vodiyli usto akamiz mart ketyaptilar. Sizlar ham mart ketib videoga like bosib qo'yinglar. Nomerlariga telefon qilinglar. 94 520 26 26 raqamlari, telegramlari bor. Bundan tashqari bundan oldin qilib yurgan ishlarni ham tashab beradilar. Aka, necha yildan beri darvoza sohasidasiz? Aka, 7 yildan bos. Yaxshi, Samarqandda necha yildan beri ishlayapsizlar? 3 yil to'ldi aka. 3 yildan beri. Aka, materiallarimiz yaxshisidan bo'ladimi? Materiallar xudo xolasa mana ko'rsating materiallarni aka, zavoddan chiqarilgan. Materiallari ham profillar. Ichkarida ham kattagina sexlari bor. Darvozadan tashqari do'stlar chorpiya, kachilalar ham yasab beradilar. Aka, bularga qancha garantiya beramiz? Aka, bularga kraskasiga 2 yil garantiya. Kraskaga 2 yil garantiya. Ko'chib ketganiga. Ko'chib ketsa qayta qilib beriladi. Aka, yana shu qatorda aytib o'tib ketay, mana shu 3 ta darvoza aksiyaga qo'yilganda kimgadir rangi yoqmasligi mumkin. Xohlagan rangingizni ichida urib beraman. Gap yo'q. Rangini o'zgartirib beramiz. O'zgartirib beriladi aka. Aka, birinchi turgan darvozamizni tanishtirib o'tmadik. U ham chiroyli ekan, uni ham ko'rsatib o'tsak.
yangicha dizaynga uch qilyapti menimcha. Aka, Qaranglar, aziz obunachilar, qanday chiroyli turibdi. 26 ta trendga chiqadi, xudo xolasa bu darvozamiz ham. 2026 trend bo'lar ekan. Bu darvozamiz aka ruchnoy darvoza, listlik. Jondorlar shvillarda bo'ladi aka. O'rni korobkalar. Listlari ikkili listda bo'lgan, 2 qavatli aka. Yonida nalchkalari bor, o'ziga yarashgan holatida. Mana bu joylariga nirjavika yopishtirilgan aka. Bu darvozamizda hop asl narxida 1.300.000 so'm, 1.400.000 so'mdan qilishyapti-da. Siz obunachilaringizga aksiyada 1.200.000 so'mdan qilib berildi. 1.200.000 so'm qolgan joylardan ko'ra kelishtirib beryaptilar. 2 qavatli darvoza do'stlar. Buni orqa holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib o'tkazing. Orqalarini ham ko'rsatsa, orqasi ham listlik aka. Mana aziz obunachilar, orqalari listlik mana shu darvozamizda. Listda bo'lgan mana. Listda bo'lgan. Xo'p. Narx-navosini kvadratini 1.200.000 dan qilib berar ekanlar. Qilib beramiz aka. Siz obunachilaringizga faqat. Ha, chiroyli qilib beradi. O'zasi 1.300.000, 1.400.000 so'mdan qilinayotganda bu darvozani. Aksiya bo'lsin sizga bir. Lekin mana bu 3 tani juda zo'r aksiya qilib berdingiz. 2.300.000 so'm qilganlari ham bo'ldi-da do'stlar. Oxirgi 3-sini 2.300.000 qilib berdilar. Mana bularni 2.100.000, 2 million so'mdan aksiya qilib berdilar. Qaranglar, mana bu bitta gapni ham aytib o'tamiz. Agar rangi yoqmasa, boshqa rangga ham sepib beraman deyaptilar. Sepib beramiz aka. O'zi xohlagan rangi, lekin mana shu rang yaxshi turibdi. Chunki bu ranglar do'stlar quyoshni o'ziga olmaydi, quyoshga chidamli rang desa ham bo'ladimi? Hozir bular bliskisi o'lgan xolosda, bu quyoshda turgan bliski o'lgan. Bitta ustidan kirasgan cho'tkilar urib qo'yilsa yana yangi darvoza turadi aka bu. Yaxshi. Kimdirlar turib qolgan darvoza deydi-da, bu yo'q. Quyoshda bliskisi o'lgan. Bitta kraskasi bilan cho'tki bo'ladi yana. Telefon qilaveringlar. Agar aksiya emas bo'lsa, zakazga o'zi nech puldan yasalarni bunaqa stampovkalarni kvadrati? Aka, kvadrati 550.000 so'mdan boshlanadi. Materialning qalinligiga qarab. 0.8, 1lik, 1.3lik listlarimiz bor, shtampovkalar. 500.000 so'mdan qilib berasizmi obunachilarimga? 500.000 so'mligi 0.8 da bo'ladi. Aka, tavsiya bermayman ularni lekin. Arzonroq. Ha. Qilib beramiz, tavsiya bermayman lekin. 0.8 tenada bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli puliga yarasha xizmat qilib beradiganlar aka 600.000 so'mdan boshlanadi. Shvillar, yondor profillar 1.5 stenada bo'ladi, ichki profillari 1.2, listlari 1.3 da bo'ladi aka. Shtampovkalar. Qalinroq qilsalaringiz yaxshi ekan do'stlar. Darvozalarimiz, aka endi kachilalarni ham ko'rsatib o'taylik. Darvozalar mana tushuntirib o'tdik, tashqaridagilarni. Shunday. Hozir ichkarida ham ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Materiallari ham turibdi. Mana kachilalari ham mana shu polni narsa mana shu Qobiljon akaniki. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Usta akamizga chiroyli qilib beradilar. Dastavka uстановкалар qilib beradilar darvozalarni. Mana endi sezonoviy ish ham boshlabsiz aka? Chorpiyalarni ham boshladik aka. Sezon boshlandi. Ha, xudo xolasa boshlandi. Kachillar ham boshlandi aka mana. Mana bunga zo'r kuchsiz 1, 2, 3 ta yana yordamchi ushlab turishga va ayoqchalar bilan birga gap yo'q. Endi bunga taxta qilganimiz yaxshimi yo temir qilganimiz yaxshimi? Aka, taxta yaxshi. Taxta yaxshi. Taxta qo'yiladi. Taxta qilinadi. 2,5lik taxta qo'yib beriladi aka. Xo'p, buni taxtasi bilan dastavka hammasi ichida bo'lgan holatda 4 million so'm. 4 million so'm. Bu nechiga nechi bo'lyapti? 3 metrga 2,5 metr standart razmerda. Ha, barcha o'zi chorpiyalar shunaqa bo'ladi. Ha, standart razmer. Qolgani zakazga qarab chiqaveradi aka. Mana yasalgani temirdan qilingan. 1,5lik profil aka, hammasi, stoykalari ham, ichki profillar ham hammasi 1,5 stenada aka. Dastavka uстановkasi bilan birga uстановka emas, dastavkasi bilan birga 4 million dedingiz-a? 4 million. Taxtasi alohidami? Yo'q, taxtasi ham shuning ichida bo'ladi. 4 million ichiga taxtasi ham ichida bo'ladi aka. Yangi taxtadan qo'yiladi. Ha, yangi taxta bo'ladi. Zamoglik taxtalar chiqqan. Shundan bo'ladi aka, 2,5lik. Keyingi so'rimiz aka, rangi chiroyli bo'pti ekan. Bronzoviy rangga o'xshab, qaranglar bu rangchan do'stlar. 1.5likmi yo 1.5lik. 1.5lik bo'ladi. Stoykalari ham, ichki profillari ham 1.5 da bo'ladi. Bu so'rlarimizda afzallik tomoni ham bor. Joy maydaroq joydan olib kiraman desangiz,
maydalanadi-da. Hammasi ajraydi bir-biridan. Ajraladimi aka? Hammasi ajraladi. Bu mana oshiq-moshiqlari mana bu yerlardan-da. Mana do'stlar, Oshiq-moshiqda darvozaga qo'yadigandan katta-kattasi baquvvatdan qo'yganmiz aka. yig'ib olsak bo'ladi, значит. Ha, yig'ib. Mana bu yerdan ko'tarilar ekan, biz Hammasi ko'tarib ko'tariladi. ko'rsating. Mana. Ana do'stlar, Mana bular oshmoshda chiqadi hammasi. endi bu hovlisi sal kichikroq bo'lganga yaxshi menimcha, chunki ikkita uchta mashina ko'paysa, kerak emas payti buni yig'ib podvalga tiqib yuboramizmi? Shunday aka. Yaxshi bo'lar ekan. Qiyinchilik tug'dirmaydi-da. Ikki kishi ham maydalab bir yerga yig'ib olsa bo'ladi. Ko'tarish ham yengil ha, bu taxtaga ushqab Yo'q, unaqa og'ir emas. Xo'p, endi aka kachilalar. Buni narxini aytdingizmi? Buni narxi aka yog'och bilan 4,5 million so'm bo'ladi. Dastavkalari hammasi ichida bo'ladi. Yana shuni bir xil qilsak bo'lmaydimi narxini? Buni lazerlari bor-da, lazerlari. Ha, bu lazerli ekan, ha, mana. Do'stlar, yon qismi lazerli, bu обычный ekan. 4 million 500 bu 4 million so'm polniy tayyor varianti va dastavkasi bilan birga narxini aytib o'tyapmiz. Taxtalari 2,5 lik taxta bo'ladi aka. Qaytarib o'tamiz. Xo'p. Endi kachilalarimiz. Kachilaga o'tamiz aka. Mana har xil kachilar, bir 6 tadek kachilar turibdi mana shu yerda. Kachilalarimiz bor aka. Hammasi yig'malik, yig'ilsa Yig'iladi. bo'ladi. Ha, maydalab, chochib, yana qaytadan yig'sa bo'ladi aka hammasi. Sizdinalar ligrovka bo'ladi. O, Bu taxtalisi bor, bu chiqinligi bor. Xo'p. Bularimiz 170 lik razmerda bo'ladi, sizdinasi. Bu taxtalimiz 2 metr razmerda. do'stlar, bu sidinali 170 bo'lar ekan. O'tirgan qismini razmeri, bu taxtali bo'lsa 2 metrlik uzunroq ekan. Ha. Mana bu yig'ilar ekan, orqaga ham tushadi. Bunisi ham shunaqami? Shunday hammasi aka, hammasi yig'iladi, maydalanadi. Yaxshi. Aka, bu materialli hozir nech pulga chiqyapti? Aka, bu 170 lik materiallik tepasi Lexanda bo'ladi aka. 3 million so'm, 3 million 200 ming so'mgacha sotilayotgan aka. Sizga aksiyada qo'yib beramiz. Aksiyada bir zo'r qilib narx ayting. Nech pul qo'yib ber aka? Siz ayting. Qarang, mana bunaqa narx aytaylik, keling. Mana shu sexizdan kelib olib ketsinlar. Dastavka bilan ham sal qimmatroq qilmaymiz-da, biz dastavka o'zlari kelib olib ketish narxini aytaylik. O'zi bitta laboga sig'adimi? Sig'adi aka. Bitta laboga o'zlari olib ketadi. Ha, maydalab beramiz, xohlasalar butun yuklab beramiz. Ha, xohlasangiz maydalab beraveradilar, laboga ortib olib ketaverasizlar. Va sizlarga o'zingizda laboyingiz bo'lsa arzon tushadi. O'sha uchun dastavkasiz narxini kelishtirib aytadilar. Qarang aka, sizga bo'lmasam 2 million 700 ming so'm qo'yib bersam bo'ladimi? 2 million 500 qilaylik shuni. O'zi 3 million sotayotgan narsamiz. Obunachilarimga aka, yoz yaqin kelishadi, tanlashadi, yoqtirganlarini olib ketishadi. qilib beramiz, ha? 2 million 500 ming so'mdan. Bo'ldi, do'stlar. Temirlari yaxshi bo'lganmi? Ha, 1,5 stenada aka bular. Oshiq-moshiqlari Chotki bo'lgan, 150 kilolik inson o'tirsa chappa bo'lmaydi. Men 75 kiloman aka. Ha. Mendaqa boladan 3 kishi xotirjam o'tiramiz. Bemalol uchamiz. Sinovdan o'tkazganmiz, u bexijolat. Bo'ldi. Keyingisi taxtalik 2 metrlik, tepasi o'zini materiali bor, suv o'tkazmaydigan. Aha. Bu 2 metrlik. Aka, buni siz obunachilaringizga buni ham shu 2,5 million so'mdan qilib berdik. 2,5 milliondan qilamiz, ha? Buniki do'stlar uzunidan 2 metr. 2 metrlik. Ha, bu 170. Buni qulayligi aka, yozgi kuni tashqarida yotsangiz ham bo'ladi-da 2 metr. Shunday, ha. Mana bu hech narsa yo'qlari qanday? Endi qo'yasizlar. Qo'yib beradi. O'zini materiali bor. Ha, materialli mana bu. O'zini materiali bor, ha. Bo'ldi. Prosta hamma material qo'yib tashlasangiz, u endi yomg'ir yog'ishi bor. Yomg'ir yog'ishi bor, Shunday, shuda ha. aka. Hozir bahor havosiga. Shuning uchun olib qo'yilgan. Xo'p, endi shunday. bu ham shundaymi? Ha, ikki xil variantdagisi qoldi hozir. 2 million 500 ming so'mdan do'stlar kelib o'zingiz bitta labochangiz bilan olib ketaverasizlar. Xohlasangiz labongizga sig'masa, mashinangizga sig'masa, yig'ib beradilar, yig'ib ham olib ketaverasizlar. Mana chotki rangda turibdi. Aka, o'zimiz vodiyda ham gapingizni bo'ldim. 2 million 800 ming so'm, 3 milliongacha ham sotishyapti-da. Vodiyda. O'zimizda vodiyda. Vodiy arzon. Mana shu vodiy sheyda. Mana do'stlar 2 million 500 dan olib ketaverasizlar. Xo'p, endi aka sexda ichini ham ko'rsataylik, bu darvozadan qaranglar qanday. Shu yerdan Samarqand fasonmi? ha, shunday aka. Ichkariga o'tib kirgizib ko'rsatamiz hozir. Marhamat, ketdik. Ketdik aka. Sexda ichini ko'rsatamiz. Mana o'ng tarafimizda yana bitta darvoza qad rostlab turibdi. Ikkita darvoza ekan. Aka, o'sha hamma bilgan Samarqand fason.
Samarqand fason darvozamiz bu yoqda nalchkalari tomondagi. Bu darvozamizdagi 2 qavatli, 2 listda bo'lgan, orqasi 2lik, ustida turgani 1.2 list mana u. 2 qavatli variantda. Orqa taraflari profillari ko'rinib turadi 2 qavatli. Hamma tushunsa kerak bu narsani. Bu darvozamiz aka korobkalar shivillerda. Korobkani aytib o'tamiz. Narxi 1.350 ming so'm, 1.400 ming so'mdan qilinayotgan. Oldingi videolaringiz ham shunday chiqqan agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Aksiya narxidan hech puldan qo'yib beray aka. Siz ayting buni. 200 ming o'tib bering aka kvadratiga. Chiqqan pulidan deyapsizmi hozir? 1 million 200 mingdan kvadrati. To'g'ri keladimi? Hatto 1.250 qilaylik. 1 million 250 ming so'mdan aksiya bo'lyapti sizga. Har bir kvadratiga 150 ming so'mdan qolgan joylarga 1 million 400, 1 million 350 ming so'mgacha yasaladi buni kvadrati. Endi Qobiljon kami sizlarga 1 million 250 ming so'mdan yasab beraman deyaptilar. Shunaqami? Aka 1 million 200 ming so'mdan bo'ladi siz obunachilaringiz. Mana oxir kundilar 1 million 200 ming so'mdan kvadrati bo'lar ekan. Aksiya bo'lsa shunday bo'lsa mana. Aksiya bo'lsa mana gulchali, Samarqand fason turishini qaranglar. Chiroyli bo'lgan. Yonlari mana shuni yon qismi bu endi ketadimi menimcha? Ancha tayyor bo'libdi o'zi. Ha, tayyor. Qayerga uстановка bo'ladi endi bu? Xo'p, nasib bo'lsa bu Sazag'anga bu. Xo'p, yonida turganichi? Keyingisi shtampovkamiz aka. Shtampovka darvoza. Pechatlik. Bir qavatli aka. Bir qavatlik. Mokri asfalt. Xo'p, bu darvozamizni aytib o'tganimizdek 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha materialni yaxshisidan sifatli xizmat qiladigan bo'ladi aka. Bu darvozamiz 630 ming so'mdan chiqadi. 630 mingdan. Ha, taglari shivillarda bo'ladi, yon profillari 1.5 stenada bo'ladi. Profillarni ko'rdingiz, zavoddan chiqqan. Stenasiga zavod aldamaydi bilasiz. Listlari 1.3 listda bo'ladi, profillari 1.2 da bo'ladi aka. Yaxshi. Xo'p, mana endi sexni ko'rinishi o'tgan safargi dekabrda 2025-yil oxirgi oy dekabrda video qilgandik Qobiljon akamiz bilan. Tepa qismlari yopilmagan edi. Mana chiroyli qilib, o'zlariga sharoitcha qilib zo'r qo'yibdilar sexni. Endi bundan buyog'iga ishlari yanada tez bo'ladi. Maza qilib ustalarimiz ham mana issiq kelyapti. O'zi mana hozir aprel oyida biza. Aprelda ham yarmi do'stlar. May, iyun, iyulda вообще jazirama bo'ladi. Ustalarimiz qiynalmaydi va sizda ishingiz tezroq ham bitadi. Aka o'zi darvozalarni mana misol uchun 1-mayga zakaz berdi. Nechinchi mayga borib uстановка bo'ladi? Aka zakaz o'lchangan, razmer olingan, kelishilgan kundan hisoblab bu shtampovkalarimiz aka 15 kun 20 kun. Shtampovka bir qavatli mamlakat shtampovkalar 15 kun 20 kun kelishilgan holatda. Endi har xil vaziyat bo'ladi, to'y bo'ladi, boshqa bo'ladi. Menga tezroq qilib ber deysa, bir hafta 10 kun ichida ham qilib beramiz aka. Kelishilgan holatda. Yo'q, zarur emas desa 15 kun 20 kun olib boramiz aka, xudo xolasa. 2 qavatligichi? 2 qavatli ruchnoy darvozalarimiz aka 25 kun 1 oy ichida bo'ladi ular. Ular zarur deysa ham iloji uni kutishadi. Chunki u ruchnoy chiqadi-da. Ruchnoy izdelka sal ko'proq bo'ladi. Mana mamlakat shtampovkani materiallar barchalardan mavjud. Kelasiz, ko'rasiz. Mana shu Pasdarxon tumani Arabxonaga kelasizlar do'stlar. Telefon qilib, mana shu yerdan o'zingiz tanlab, xohlagan turdagisini qo'ydirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ish jarayonlari, darvoza bityapti. Aka, bu shtampovka 2 qavatli variant. Xo'p. 2 qavatli variant. Profillari 1.5 stenada bo'lgan, zakazkada bu. 1.5 stenada bo'lgan. Listlari oldi 1.3, orqa taraf 1.5 ta. Mana. Gruntovka sepilgan holat. Xo'p. Egalari kelishlari kerak. Holatini bir qator ko'rib, kraskani tanlab berib ketishadi. Undan keyin oldini gruntovkasini sachib, keyin kraskaga o'tamiz. Yaxshi. Egalar kelib ko'radi, tekshirib. Kelib ko'rishadi. Kelib bemalol ko'rib, yoqmagan joylarni to'g'rilab bering usti deysa, chiroyli qilib to'g'rilab beradi. Necha kunda ish qoldi aka buni? Xudo xolasa kelishsa bir kunda bo'ladi, xudo xolasa. Ha, yaxshi. Bir kunda tayyor bo'lib sachiladi. Xo'p.
Mana bu yerda ham darvoza bityapti ekan. Bu qanaqa fason? Bu aka 2026 trendga chiqadigan fason. Qalindan bo'lyaptimi? Qalinda. Ichlari bularni nimalar Shumka tashlangan bo'ladi, ha? Shumka bo'lgan. Ishlariga shumka bo'lgan aka. Shumka bo'lgan ekan. 2 qavatli variant 3 qavatni beraveradi og'irlik aka. Tagini ham ko'rsatamizmi? Taglari, Taraf. mana ichlari o'sha shumka qilinganidan E'tibor berishadigan joyi bor alohida. Mana zinalarni ko'rishyapti. Stanokda bukib chiqarilgan zinalarni. E'tibor bersangiz. Bu taraflari qalin profilda ishlatilgan. 2 ga 1 profil bir, 3 ta zina qilib. Keyin lis qo'yilgan. ancha lekin mehnatni ko'p bo'libdi-a bu. Mehnati og'ir, ha. Shuni ham hisobga olishsin klientlar. Bu shuni ikkita yoni. Ha, bu katta darvozasi. Mana. Katta darvoza. Hammasi mana qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5 qavat bo'libdi. 5 etaj bo'libdi-a bu zinachalari. Bunisi 3 qavatli, 3 zina bo'libdi. Buni profildan ishlab chiqilgan. Profildan. Qalin profil. 1,5 stena bo'lgan. Yaxshi. Aka lislari 2 qavatli variantda. Shumka bo'lgan aka. Shumka bo'lgan. High-tech variant skromniy. 2026 trendga chiqadi, xudo xolisa bu fason. Nasib bo'lsa trendga chiqadi. Bitsa yana shunaqalardan keyingi videolarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, xudo xolisa. Obunachilarimga zo'r qilib, tezroq va sifatli va arzon ham qilib berasiz degan umiddaman aka. Xudo xolasa Nasib chiroyli bo'lsa, qilib beramiz. Telegram nimalaringiz bor-a, kanallaringiz? Telegram kanallarimiz bor. Telegramimizdan yozsa, tashlab beraverasiz, ha? Ha, fason kataloglarni Fason. tashlab beramiz. Yoqtirgan fasonlarini, razmerlariga qanday chiqishligi uni maslahat qilib, undan keyin darvozani kelishamiz. Bo'ldi. Xo'p. Do'stlar, mana 2026-yilda darvoza narxlari mana shu narxlarda bo'ldi. Keyingi darvozamiz qolib ketdi. Yana bitta bormi? Bor aka, keling. Mana bu yerda yana bitta darvoza tikka qilibdilar. Aka, aytib o'tib ketay, ruchnoy darvozalarni ponni korobkasi ikkala yoni tagi 10lik shvillerda bo'ladi. 10lik shvillerda bo'ladi mana. Mana. 10lik shvillerda bo'ladi. Yana bitta darvoza bu yerda o'zi bityapti. Bu ham shtampovka darvozamiz aka. 2025 da ham trendga chiqqan, 26 da ham trendga chiqadi bu darvoza hali. Shtampovka. Ha, shtampovka, bir qavatlik. Yondagi nalchkalari o'ziga yarashgan holatda dizayn qilib chiqarildi buni. Nalichkalari ko'rsatib o'tdik. O'rtalarida mana bunaqa nikellar bor ekan. Nержавейкаlar qo'yilgan. Nержавейкali. Nержавейкаlar, ruchkalar qo'yilgan aka, zamok qo'yiladi ustanovkadan keyin. Bu darvozamiz 3 metrga 3 metr razmerdagi darvozani o'zi nalichkasi bilan 390 ga 335 razmerda bo'lgan. Nalichkasi ham kvadratga hisoblanadi. Ha, kvadratga qo'shiladi. Uni alohida nalichka mana bunaqa ruchnoy chiqqan yo boshqa bo'lgan qimmat qiladi degan narsa yo'q. Bir xilda ketadi. Yaxshi. Kvadrat qanchadan? Bunigina aka nержавейкалari borda. Buni e'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi videolarimizda 750 ming so'mgacha qo'yilganda buni 720 ming so'mdan qilib beramiz. 720 ming so'mdan. Ha, shunday. 700 mingdan qilaylik. Aksiya qilib yubordingiz lekin o'zingiz. Aksiya bo'lsa endi. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Siz obunachilaringizga 700 ming so'mdan qo'yib beramiz aka. Bo'ldi do'stlar, aloqaga chiqib ko'ringlar. Chiroyli qilib, baquvvat materiallardan qilamiz, ha? Profillari 1,5 stena kelib ko'rishsa, materiallar, listlarni hammasini ko'rib olishadi. Gruntovka holatini, cho'rniy holatini hammasini ko'rishsa bo'ladi. 24 ga 7 shu yerdamiz aka. Bemalol kelib ko'rib ketsa bo'laveradi. Gap yo'q. Do'stlar, video sizlarga yoqdi degan umidda biza sifatli darvozalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Ekranlaringizda nomerlar qo'yib qo'yibmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'lasizlar.